Ana endi qarang. Go'ro'g'ul sulton bolam otni chalg'in. Men roziman deb Chambilding eldan senga javob berdim dedi. Mehmonning oldiga borib, mehmonim joyidan to'rakab otiga minib olib, Chambilding naryog'ini polapan dog'i der edi. Polapan tog'ning ostiga borguncha birgina hazil payga qo'yaylik deb ikkovi payga qo'ydi. Avazxon o'tib ketdi. Shunda Avaz aytdi-ku, "O bachchag'ar, hazilda o'zgan chindan ham uzat" deb yuragi tov deb ketaverdi. Gurung qilishib Asqar tog'ning ustiga chiqdi. "Bobojon birov ya ko'radi, ya ko'rmaydi, shu yerdan qo'ysa qanday bo'ladi paygani" dedi. "Mayli bolam, so'zing sinmasin. Hash-pash demasi bir chashka oldin borib yotaman sendan" dedi. Gurung qilishib Julduz tog'ning ustiga chiqdi. Julduz tog'ning narjog'ini Xolbekning maydoni der edi. Baharda azillagan qo'y qo'zi, chilik o'ynagan uli qizi. Bir damda zuvullab kelgan edi Xolbekning o'zi, shuning uchun ham Xolbekning maydoni deb sho'jay nomagan edi. Julduzning tog'dan ikkovi tikka taylab, Xolbekning maydoniga borib, otlardan tappa taylab, otni gul muqabaylab, 6 o'lzoq arasini havuzga taylab jeb yotaverdi. 18 kecha kunduz otlarga dam berdi. Gurung qilishib yotgandan keyin mehmon turib aytdi: "O Avaz bolam, mening bir aytadigan gapim bor. Ayting mehmon, siz ayting" dedi. Bu balangni qo'yding paygaga eshitgan quloqqa ham jamon bo'ldi, Chambilding yeliga ham jamon bo'ldi. Men bir mo'ysabni chal, mening aytganimga quloq sol, mening nasihatimni ol. Ha desang mendan oldin bir oy oldin sen ketaver. Birov yarim o'lganning patiyasi bo'lsa ham jo'l jo'nakay shu patiyani berib, tulkining dumini qo'yma qanday qilib sendan 3 kun oldin borib jotaman yelinga dedi. Shunda Avazning ochivi kelib, har tomiri o'g'loqday bo'lib ketib, otamning belidan enamning qorniga o'tib, yer yuzaga tushib, bachchaligimda shu gapni eshitganimda chirar edim. Mehmonligingni o'yladim, bo'lmasa kallangni hadi sholg'amday olardim dedi Avazxon turib. Bolam kallamda olasama, sallamda olasama, payganing boshini og'angdan keyin nima qilsan qil, men ixtiyorim sening qo'lingda. Hali yo'ling uzoq, o'ngacha Alloh yarim bo'lsin deb yo'lingga duo qilib jot dedi. Ana shu kecha jotdi, Ulkar qiblaga botdi, tong sori berib tong atdi. Otlarning ustiga egardi qo'yib, otlarini jetalab kelib, Xolbekning maydonidan bir katta chiziqni chizdi mehmon. Bolam Avaz qarab tur. Mening otim chiziqdan o'tmay turibpa, oldin borib qolsa da'vo qilasa menga oting oldin turib et deb. Ikkovi otning ustiga minib olib, 2 yilning eri orig'a, 2 tulpar, 1 deyman, 2 deyman, 3 deyman, otga qamchilatasan dedi. Shunda ikkovi otning ustiga minib olgandan keyin Sulug' ham 1 dedi, 2 dedi, 3 dedi, otning jilovini qo'yib berib, 2 tulpar suvliq bilan jo'l talashib kelyapti. Shunda Avazxon o'ziga es bo'lib, Chambil yeli esiga kelib, Nurxon bolasi esiga kelib, "Sen otadan men boladan ayrilgan kunshima" deb qora ko'zdan qon quyib, tirnoqlab betini so'yib, zor qaqshab otning joliga o'zini tashlab, jilab kelayotgan joyi. Gap kelavda dostlarım, kuygan adamның tilidan. Adaş
Bastım dostlara Heveshanam yoldan. Ayrılar mı kan kan aveza yerkeban oldan. Sen atadan men baladan ayrı aldım balama. Payga koyup yol başladım Halbek baydın çölüden Belhan tavda kar bulup Cürhe gövde çir bulup Dal kırattın tüşleri Mayın mayın tir bulup Balam deydi bana yaptıra hanavada Mehman bana kile yaptı bir bolu bey. Öttü dünya çıktı can Her giyavdan tergenden Mehman bolgan sulhan Ölmezden to'g'ri bandalar Bolangda qilgan savatxon Yeki tulbar yol talar şavda çöllerde Yegema